Bugun Hayit kuni. Odamlar erta turdi, yangi kiyim kiydi, namozga ketdi. Men intizorlik bilan kutdim. Payg'ambarimiz aytdilar: kim namozdan oldin so'ysa, bu qurbonlik emas. Avval Allohga shukr, keyin qurbonlik. Payg'ambarimiz buyurdilar: pichoqni o'tkir qiling, hayvon azob chekmasin. Rahmat, bu ibodatning bir qismi. Meni qiblaga qaratishmoqda. Yuzim Makka tomonda. Oxirgi nafasim ham Allohga qaratilgan. Bu qanday ulug' lahza. Eshitdim, bismillahi Allohu akbar. Bu so'zlar bilan hamma narsa ma'noga to'ldi. Mana bu ibodat boshlanishi demakdir. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: qurbonlik hayvonining har bir tuki uchun savob beriladi. Allohning rahmati cheksiz. Men qo'rqmadim. Chunki Alloh yo'lida bo'lgan har bir narsa yo'qolish emas, balki qaytishdir. Vazifam tugadi. Lekin xabarim qoldi. Oxirgi qismda uni sizga aytaman.